Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan a'zosi Marko Rubio Uyg'urlarni qo'g'dashga oid yana bir qonun loyihasi tayyorlab Kengash palatasiga sungan. Ma'lum bo'lishicha, u tayyorlagan Uyg'ur siyosiy qonun loyihasi Amerika va boshqa davlatlardagi Uyg'ur muhojirlarini qo'llashni kuchaytirish, shundaqla kishilik haq-huquqlari Xitoy Kompartiyasining dafsandichiligiga uchrayotgan Uyg'urlarning ahvolini yaxshilash uchun harakat qilishni maqsad qilgan ekan. Bu qonun loyihasining bir nusxasi ilgari Avam palatasida Cumhuriyetçi Avam palata a'zosi Yung Kim bilan Demokratçı Avam palata a'zosi Ami Bera tarafidan o'tirg'i qo'yilgan edi. Uyg'ur siyosiy qonun loyihasining Kengash palatasida o'tirg'i qo'yilishi uning qonunga aylanishining yo'lini ochishdagi halqiliq qadam deb qaralmoqda. Marko Rubio bu haqdagi bayonotida mundaq degan: Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarga va ko'p sonli musulmon bo'lgan boshqa oz sonli millatlarga qarata yerginishlik, irqiy qirg'inchilik va kishilik huquq dafsandichiligi elib bormoqda. Amerika bu qo'rqinchli xo'rlash sukut qilolmaydi. Marko Rubio yana men Uyg'urlarga bo'lgan tonishni va qo'g'dashni kuchaytirish uchun qonun loyihasi sunganligimdan iftixorlanaman va shundaqla maslakdoshlarimni bu qonun loyihasini tezroq ma'qullashga chaqiraman degan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun loyihasi Amerika Tashqi ishlar ministerligining Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini Amerika nutq programmasiga kirgizib, musulmon davlatlardagi ommaviy diplomatiya manbalarida Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar uchrayotgan dafsandichilikni so'zlashga o'rinlashtirish, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik uchrashishlarda Uyg'ur rayonidagi lagerlarni ziyorat qilish, Uyg'ur tutqunlarini qo'yib berishga kafolatlik qilishning strategiyasini belgilash, Amerika diplomatlarini Uyg'ur tilida tarbiyalash, Xitoy, Turkiya va Uyg'urlar ko'proq yashaydigan boshqa davlatlardagi Amerika diplomatik o'rinlarida oz deganda birdan Uyg'ur tili biladigan xodimlar bo'lish, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi elchisiga Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoniga munosabatli faoliyatlarga qarshilik qilishga aloqador har qanday qarorga qarshi turish to'g'risida buyruq berish qatorliqlarni o'z ichiga olgan ekan.